Amerikada ko'pchilik mendan turk oilam haqida so'raydi. Shuning uchun bugun Nyu-Jersidagi oilaviy restoranimiz Dervish Turkish restoranga iftorlikka kelib, shu haqida gaplashamiz. Men aslida turk oshpazlar oilasiga kelin bo'lganman. Ashqimning oilasi 25 yildan beri Amerikada restoran biznesi bilan shug'ullanadi. O'zlari Turkiyaning mashhur Gaziantep shahridan, ya'ni haqiqiy lazzatlar vatani. Gaziantep oshxonasi UNESCO tomonidan dunyo merosi sifatida tan olingan. Bu yerda tayyorlanadigan kebablar, lahmajun, baklava va boshqa taomlar butun dunyo bo'yicha eng yaxshi deb e'tirof etiladi. Qaynotam Gaziantepda 1972-yildan beri oshpaz va Nyu-Jersi bo'yicha eng mashhur usta oshpazlardan biri. Oldin Nyu-Yorkda ikkita restoran ochib 25 yil davomida yuritganlar. Keyin Nyu-Jersiga ko'chib 1 yil oldin ashqim ham oilaviy biznesga qo'shilib Dervish Turkish restoranini ochdi. Bu bizning oilaviy biznesimiz bo'lib, har birimiz unga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Ashqim to'liq boshqaruv bilan shug'ullansa, men IT sohasidagi ishimdan tashqari Dervishning PR va marketingini yuritaman. Dervishda pishadigan kaboblar va turk taomlari haqida ortiqcha gapirish shart emas. Oshpazlarimizni Gaziantepdan olib kelganimiz uchun bu yerda haqiqiy Turkiya lazzatlarini topasiz. Lekin oshpazlar oilasiga kelin bo'lish ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan. Bu haqida keyingi videoda gaplashamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Siz Turkiyaning qaysi taomini yaxshi ko'rasiz? Izohlarda yozib qoldiring.